Nima? Virus bizga yuqib bulanmaydi. Virus deganlik shu nima ko'rsan, Pokizlarning shaltiqini aramayotgan, aşı Xitoylar uqutgan narsa. Biz degan deysiyicha, lag'man polo, go'shki deb o'ynagan bola tusoq bas. Sal yuqumli gap qap demasinlar, nima gibi dem uqtiraman, bundan bo'lib qolasizlar. Bizga yuqamdikin. Kim? Ma qaysi? Ma virus degan baga. Bizga yuqib bulanmaydi, jima. Saqami? Virus da atamsiz. Nima? Virus? Ohoya. Assalomu alaykum qarindoshlar, hamma salomat yaxshi turibsizlar. Xitoyning Wuhan shahridan yayilgan bu koronavirus hozir butun dunyoga tarqalib, shunday kishilarni jiddiychilik ahvolga sevotidi. Bayatdan anglab o'tganimizdek, biz bunga sal qarab, bu bizga yuqmaydi deb biz bexaraman yursak, bumi yaxshi bo'lmaydi va yoki bundan haddidan ziyoda qo'rqib, andishanib, uyning ichiga kirib, qaznoq uyga kirib o'tirib olsaqmi bo'lmaydi. Bu to'g'riliq bizningki tibbiy mutaxassislarimiz, olim o'limalarimiz bu jihatda bizning qanday tayyorlik qilishimiz kerakligi to'g'risida nurg'ulg'an foydali uchurlarni berib o'tgan bo'ldi. Hamda men hozir rasmiy organlarning bu virusga qarshi qanday qilishimiz kerakligini bildirgan 14 modellik bizning diqqat qilishimizga tegishli bo'lgan nuqtalar bor. Shularni bir qisqacha deb o'tmoqchi. Birinchisi, qo'limizni sopullab, uvlab 20 sekund yuvish. Ya'ni odatdagidek 3-5 sekundlar yuvib qo'yish emas, eng az bo'lganda 20 sekund shunday uvlab yuvib berishimiz kerak. Ansirmasanglar bo'ladi, qo'linglarning terisi tushib ketmaydi. Ikkinchisi, tush ko'rgan o'talgan vaqtimizda og'iz burnimizni qog'oz bilan to'sish yoki qanday jaynikimiz bilan bu bo'yicha to'sib olish. Her gün 4 adam bayağı birip Üçüncüsü, kolumuzni ağız, burun, köz degandek bu a'zolarga tekkizmaslik, o'ynamaslik. Bizning ba'zi shunday qo'ylarimiz bor, shundaymi? Beka qilib qalsak, og'zimizni, burnimizni, ko'zimizni tutib o'ynaydigan shunday ahvollarimiz bor. Bumi qanday? Yo'q. To'rtinchi, agar birasida sovuq o'tib qolgandek yoki qizib qolgandek bir normalsiz ahvol bayqasak, unda kishilardan eng az 3-4 qadam yiroq turish, ya'ni yangi birib uning qanday chaplashib tura olmaslik. 5. Başqa shaharlarga yoki boshqa davlatlarga sayohatga yoki boshqa har qanday bir sayohatga chiqmaslik. Shunga bir mazgil menga bag'is kelib qolganlar, sayohatga chiqib kelib qolganlar, u yoqda shu o'lti yaslamoqama. Nima? Orplar bilan mangatmas. Agar qo'lingizga Xitoy pasporti olib qolsa, aziz orplar bilan mangash emas, berib bo'g'icha aziz put qo'lingizga yoki takkizmay, boshqa yerga olib qo'ydirsin hozir. Shunga diqqat qiling. Uyingizda o'ltib, bemazgil demalam hozir. 6. nima deganimizda, agar siz boshqa bir yerdan kelgan bo'lsangiz, uyingizda 14 kun turishingiz kerak. Bu jarayonda boshqa kishilar bilan ko'rishmang, o'zingiz ayrim bir uyda turib, mushu 14 kunlik vaqtni xoli tinch omon o'tkazishingiz kerak. 7. Uyimiz, sho'rnimiz degandek, o'zimiz turayotgan shu yerlarning havosini vaqti-vaqtida almashtirib turish. Saf havo, tangi davo, shundaymi? 8. Kundalik turmushimizda doim qo'llaniladigan narsalarni davomli tozalab turish. Masalan, eshikning tutqichlari, chiroqlarni o'chirib yondiradigan o'zchat, hojatxona, oshxona degandek, bizning qo'llarimiz kundalik tegib turadigan shunday yerlarni cho'qim pokiz tozalashimiz kerak. 9. Shaxsiy tozalik buyumlarini o'rtaq ishlatmaslik. Lo'nga, tish cho'tkisi, sopun, kirlik degandek shaxsiy tozalik buyumlarini cho'qim o'rtaq ishlatmaslik kerak. 10. Kiyimlarni vaqti-vaqtida issiq suvda yuvish. Qanday suvda? Issiq suvda. 11. Qo'lilashib, quchoqlashib, kalla so'qashtirib degandek mundoq ko'rishmaslik. Ma bak uskunlik gap ketganmi bir mazgil ta'xir qiling. 12. Yemak ichmakka, ya'ni oziqliqqa, uyqungizga diqqat qiling. Jiq-jiq suv ichib bering. Angliqma, tamoqqa diqqat qilinglar, jiq suv ichinglar, oqshomlari telefonni ozroq o'ynab, baldir uxlab, sahar qopila deydi. 13. Agar o'zingizda bir normalsizlik ahvol bayqasangiz, sovuq o'tib qolgandek, qizib qolgandek degandek, boshqa kishilar bilan bo'libmi, yashinib qolgan kishilar bilan uchrashmang. Ulardan uzoq turing. Sirtqa chiqmoqchi bo'lsangiz, cho'qim qandaq maskangizni taqab chiqing. 14. Ya'ni eng oxirgisi, agar bayatın deganda qizib qilish, sovuq o'tib qilish deganda bu alomatlar biroz ahvol yuqoriroq bo'lsa, ya'ni qizitmangiz tushmasa, ismida qolgan bo'lsangiz, darhol eng yaqin, eng qulaylik bo'lgan shu tibbiy o'rinlarga berib, doktorxonalarga berib, darhol o'zingizni ma'lum qiling va darhol o'zingizni tekshirtib, shuning qarata keyingi bosqichlarni olib bering. 14 turlik diqqat qilgan nuqtalar asosiyatan mushular. Har bir nuqtaga sal qaramasdan mushu bo'yicha olib boraylik. Inshaalloh Alloh bizlarni bu kasaldan, bu vabodan sog' salomat, xavf xatarsiz o'tib ketishga nasib qilsin. Hammalar salomat bo'linglar. Allohga emanet. Ya aka, bak to'g'ri qilding jumla. Soqami? Choq-choqdimi mumkin? Diqqat qilaylik valloh. Shundami? Baldurroq nima misldaymi? Biroz chatoqishga bu. Jiq pul ketmaydi emasmi? Hammamiz bak diqqat qilsak o'g'daymi, og'ama? Obdonga qilsadash.